I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Stay go through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Xudo xolisa kunimizni boshlab oldi. Hammaga xayrli tong. Biz ertalabdan ichari застройщикga keldi Maryam opa bilan. Bu yoq bizani hech ham ko'rmayapti. Уже 5-chi klientimizga uy sotib oldi. Proyektimiz juda ham zo'r sababi. Hozir ofislar qurilish jarayonlari polni ketib yotibdi. Qaranglar. Mana kranlar ishlab yotibdi. Tak, bugun bitta proyektda sotuv ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Bu yoqqa boramiz. Ema застройщики hamma biladigan butun Dubay shefga Xudo xolisa boshlab oldi. Bugungi kunimizni yoritishga harakat qilamiz. Charchamaydi. Ichkaridan ishlab chiqib, keyin parkingga, World parkingga beramiz. Keyin mashinani shetga olib kelib berishadi. Bu yoqqa ishga kelishdan oldin shetga kelib to'xtaymiz. Parking olib borib joylab keladi. Hamma shunaqa qiladi. Yo, naryoqda Bingati застройщики qurib yotibdi. Taksilar keladi. Nein. Aber Morgen Abend zu Local Village. morgen Abend gehen wir zu Local Village, ja. Okay, Oder? Warte, ganz kurz, bevor ich was Falsches sage. Ja. Ich freue mich. Dankeschön. Dir auch. Ciao, ciao. Ana mashina keldi. Mana so'kim. Biz ishdan chiqib obedga keldik, ovqatlanishga. GVC'dagi Circle Mall'mi o'sha. Shunaqa joy. Pizza. Bizani YouTube kanalimiz, bizani videoyimiz davom etadi. Bugun ertalabdan 3-4 ta proyektlarga borib, yangi ma'lumotlarni olib, sizlarga zo'r kontentni tayyorladik. Hozir biz komanda bilan Timur akam bilan qolib, naryoqdagi proyektlarni video syomkalarini qildik. Juda ham zo'r proyekt, qaranglar. Bunaqa proyektni men birinchi marta ko'rishim. Polni zdaniyani tagida kir aylana plyajli basseyn. Qaranglar, sharsharalari ham bor bunaqa. Mana bu yerda Infinity basseyn. Qaranglar, oynali. Faqat kinolarda ko'rganman bunaqasini. Yetmaganiga har bitta xonadonda o'zini basseynlari bor. Qaranglar, gir aylana basseyn. Juda ham zo'r. Detskiy plashatka xullas.
proyekt judayam zo'r. Bu yoqqa hali ko'p kelamiz, xudo xolasa. Hozir bu yoqdan chiqib tez borib MR застройщикиga boramiz. Ofisiga bu yoqda launch bo'lyapti, uylarning ochilishi, bu yoqda qatnashishimiz kerak. Bitta ikkita klientlarga o'chirib turishimiz kerak. Xullas kunimiz juda ham yaxshi o'tdi. Hammasiga uspet qilishga harakat qilyapmiz. Timur aka kofeni dardidalar. Kuniga 5 talab kofe ichamiz, soat 3 da ham nima uxlamayman, o'tiraman. Da, zo'r kontentlar oldi. YouTube'ga ham, Instagramga ham. Charchamadingizmi Timur aka? Ish endi boshlandi, hali yana nima deydi? Proyektlarni opolodalariga boramiz. Da, ketdimi? Da. Uspet qilishimiz kerak. Chunki yo'llar juda ham probka. Yana qo'yib borishga harakat qilamiz. Charchamanglar. Thank you. Xo'p, biz kuni bilan Nedveshkada yurdik. Hozir bu yoqga Primerda. Ichida gap bor. Yo'q. qanaqa gaplar bo'lyapti bu yoqda? Ben charchaganman, lekin yetibman. Hozir tez charchab tez vaksinatsiya qiladigan yoshlarda, yoshlar. Mana. Shuncha zo'r ideyalar chiqyapti. Xo'p. Kuni bilan Nedveshkada yurdik. Proyektga bormadim. Ha, Umar ko'rmadi-da. 15 ta, 5 ta. Oldingizmi video? Hammasi. Qo'yamiz. Ha, o'zimgami? 40 sekundli oldim. Buni ko'rsatdim, qarshi mana 4 soat o'tiraman bo'ldi dedim, bo'ldi. Normalmi? Biz mana shunaqa chiroyli joyda o'tirib planlarni qilyapmiz. Xudo xolisa. Hammaga salom. Video olishni boshladim. Ishlarni bitirdim. Hozir parkka kelganmiz. Shuna uyga kirib tez kiyimimni alishtirib oldim. Sportivniy. Sportdamiz. Shunaqa chiroyli joy. Bu hali boshi, hali nariyoli juda ham katta bu. MR застройщикini parki. Hammasi mana MR. Ko'rganinglardek o'rta katta park. Bu yerda hamma yuguradi. Detskiy plashatkalar bor. Bolalarini olib keladi. Kafe bor, shu yerda o'tirib ish qilishadi. Mana уже 1700 metr yurib qo'yibman. Katta. Xullas shunaqa gap. Hozir bitta встреча bor edi. O'sha yerda Maryam opa gaplashyaptilar. Переговорlar bo'lyapti. Shunaqa gap. Seyf ham shu yerda detskiy plashatkada o'ynayapti. Mana biza Seyf bilan yuguryapmiz. Kettu. Давай. Ура! Ana. Go. Беговая дорожка. Park bu yog'i. Qo'lni. To'xta Seyf. Seyf to'xta. Qochishini qara. YouTube'imiz kechki sonida ona va Lola, ona bilan bola, gul bilan Lolamidi? Gul bilan advanchik. Bebi.
Yotib olganmi? Let's go. Let's go. Finish. Bizani Dubaydagi katta oyimiz. Finish. Okay, finish. Let's go. No finish. Okay. No finish again. O'tirgan. Yeah. One, two. One, two, three, four. One. Keldi. Ma, Bu bo'ldi, ko'rsatib qo'ygan edimi? ko'rsatib oldingizmi? Qachon? O'tgan galda save qilaman yuribdi. Ha. Men keluvdingiz. Ya, anamni ham ko'rsatdi. Ha. Charchadim bo'ldi. YouTube'da har safar har perexod bo'lganda har xil joylarda bo'lib qolamizda. Buning uchun, o'zimiz uchun mazza. Biz har joyda har xil charchavamiz. Birinchi joyda zo'rmiz, keyingi joyda charchavamiz. Ovqatlanishga hozir ovqatlanmadim. Go. Uncha ham ko'p narsa vaqtimiz kerak emas. Chunki shu soat, uncha bo'ldi soat 9:30 bo'libdi. Qani? 9:30 bo'ldi. Ishimiz kerak, ko'p ishimiz kerak. Sayyohga hali yana yozamiz. Da. Charchagan. Charchadi odam. Mana bizda ovqatlarni save zakaz qiladi. No spice. For Adu, no spice. Okay? Original. Chili hot wings. Acho que eu tenho que Okay. Change. White one. Change. White one. Change. Barbecue. Or ketchup. Okay. Boshqatdan aytib oling kameraga. oxirgi yugurganimdan keyin oyog'im yomon og'ridi. Nima? Bittani nimadir oyog'im o'zimdan ham og'irroq bo'lmadi. Ertalab kravatdan turib yerga bossam oyog'im shunday qilib ketib qoladi. Yo'q. O'zi ham turmasdan yurdik. Oxirgi 3 kilometr turmasdan yurdik. 3 kilometr borish o'zi-yu. Yo'q, borishni aynan to'xtatib kelishda to'xtamadi deyapti. Da. Biz uyga qaytyapmiz. Charchamanglar. Hammaga assalomu alaykum. Biz gap bilan bo'lib qanaqa qilib bu joyga kelib qolganimizni bilmay qolamiz. Hozir sizlarga ko'rsataman. Kechqurun soat necha bo'ldi? 1dan 10 minut o'tdi. Biz ish bilan mana bu joyga keldik. O'zbek emasdi, ichgani keldi mana. 100 kilometr uzoqlikda joylashgan Abu Dhabi aeroporti. Da. Rasmga oliy, aeroport juda ham katta. Ha, kattaligimiz juda ham katta. Parkovkani joyini rasmga olish kerak. Chunki chiqayotganda o'sha yerga to'lash kerak, imенно joyiga. Da. Gap biz Abu Dhabi aeroportiga keldik. Uxlamaganmiz. Ertalab vaqtli turgancha yuribmiz. O'zi kecha 3 ta uxladim. 7 da turdim, dars bor edi ertalab. Shu bilan uxlamadim, ishlar bilan bo'lib. Hozir yana ish bilan Abu Dhabi aeroportiga keldik. Hozir ichini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana kirish qismlari.
Biza pochtalarni oldi, xudo xohlasa. Hammasi joyida. Endi qaytyapmiz. Yaxshi dam olinglar. Hozir endi like bosinglar tursam odam g'alati bo'lib qolyapti. Lekin bostiringlar. Hammaga assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Soat 11:39 bo'ldi. 10da bitta klient oldiga borib, oluvdik ularni. Tak, nomli Forda Abu Dabidan keldi. Ozgina uxlab yana ketdi. O'zinglar yaxshimisizlar? Dubayda suvlar boshlandi. O'zi mani shu sohaga kirishimga mana shu ashula ham yaxshi motivatsiya bergan eshitdinglar. Odamlar nima desa desin, yashaylik, qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Odamlar nima desa desin, yashaylik, chin-dildan kulib, samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin, tashlaylik, qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Juda ham zo'r ashula mana shu, menga yoqadi. Xo'p. Oldidan o'tdi yosh, oldidan o'tdim. Qo'yib borishga harakat qilamiz. Umar uyda zaptiski montajlaga. Umar katta ishlarni qildi. Hozir Maryam opa klient bilan pul alishtirishga tushib ketishdi. Mana 41 gradus. Charchamaylar, qo'yib borishga harakat qilaman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz klient bilan Empire Sastrashga keldik. 4 soat uxladim. Zavtrak ham qilishga ulgurmadim. Bu ishni nimasi zo'r bilasizlarmi? Mana kofilar, zavtraklar qilib olasizlar, ovqatlanib olasizlar. Ichkari Empire Zastroyishga Shaykani. Mila yaxshi o'tsin, hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Judayam yaxshi. Lavash xamiri ichida Yürüyeyim, nima doğrulasam. Hatta gut. Satsamaylar. Mana Abdulloh akam hozir dars qotdilar ingliz tilidan. Abdulloh aka qanaqa o'tdi darslaringiz? Qattiq javob lekin. Qayerdan ustoz topdingiz? Yoki Dubayda siz qanaqa bir ustoz topsa bo'ladi bu yerda? Ustozimning ustozi. Ya'ni Umar ustozim. Umar o'qitgan ekanlar Shahnoz opa. Qanaqa ekanlar? Zo'r bo'ldi. Shomriy. Zo'r. Shundan ochyaptilar. Masofa. Har kuni ertalab Abdulloh akam Shahnoz opam bilan dars qilishadi. Ertalab 8 dan boshlab. Men uxlayotgan bo'lganimda srazu oynalar ochiladi, nariyoqlar ochiladi, quyosh kiradi uyga. Abdulloh akam ertalab dars qiladilar. Shunaqa gaplar ingliz tili. Nima shunda savet bering, nima qilish? Ingliz tili o'rganish kerak ekanmi yo? Yo'q, juda ham zarur. Suv va havo deydi. O'shada ingliz tili o'rganish kerak, to'g'rimi? Значит, juda ham kerak bo'ladi bu yerda ishga, rivojga. Ya'ni odam pul topish, ko'proq pul topishni xohlasa ingliz tili kerak. Bilib qo'yinglar shuni. Ajmaniya qilib turib,
vazifa esimga tushib qoldi. O'tirib bugun bular nedvishga kamanda juda charchashdi. Abdulloh ham, Maryam opam ham yomon charchagan odamlar bular. Men esa hozir uydan chiqib Maryam opam uylarida basseynga boraman. Basseynga borib berardim, lekin men uchun bu juda ham muhim. Shuning uchun u narsalarni chetga surib qo'yib turib, fokusni bitta joyga qaratib dars qilamiz. Dars qilyaptilar. Ha, oling borganingizda. Cho'milishga men keldim. Unaqa cho'milmayman, просто такой suvning ichiga kirib, chiqib anaqa qilaman. Juda ham toza bularning basseynligi. Bizaniki ham toza, bizanikidan ham toza-da, ichi ko'rinib turadi полностью. Shunaqa gaplar. Bugun biza ertalabdan olomadi. Sababi juda ham ishga ko'payib ketib qoldi. Hozir orada обучение o'tishga uspet qildi. Endi mashinani zaryadga qo'yib Emirates Mallga keldi. Hozir bu yoqda obedlanib, keyin yana dars ishga. Mana bu yoqda Umar. Bunda Maryam opa. Mana ancha ozib qolibsiz a? Ana ishlar judayam ko'p kerak. Hozir kirib ovqatlanib olamiz. Keyin yana dars ish. Biz ovqatlangani molga kirdi. Maryam opa mana bunaqa ovqatni bizga majburlab olib yeyiladi deyaptilar. Yaponiyada o'rganinglar. Kim biladi bunaqa ovqatni? Biz kontentlar olgani Dubaydagi Mers kafegami. Mers joyga keldi. Mers Coffee. Suvni ustiga qo'yib qo'yibdi hamma. Просто так turibdi. Suvman. Hozir polniy kontentlar olamiz, ekspertni YouTube'ga qo'yib borishga harakat qilaman polniy. O'chirmasdan. Agar zaryadga tugab qolmasa. Anu burchakning ustiga o'tirib, как раз sen aytgan YouTube bo'ladi, orqamda mashina. Mana Mametdan bitta ichiga kirib ko'raylik endi. Tashqariga qaramiz. O'sha yerdan kirsa bo'lmaydi. Hello. Wow. Borini boricha ko'rsatamiz biza.
Qayerga? Servismi bu ya? Carwall. Стираюсь машинка. Da bo'ladi. Dasturang ham bor. Удостоверение bor. Kiravering, kiravering. Endi BM emas, Merc olar ekansiz-ku. Mana o'zani mana Mayga yoqadigan Merc manda-da, faqat qorasidan. bizda bormi bu? Maybachmi? Bizga yoqadigan o'g'animiz. Mana. Что это? Gelik? Ularga pastga qaramaymiz, faqat tepaga qarang. Voy, mana mana. Aytotdim, ishga klientlar mashina olishimiz kerak. Ha. Kutib olishga просто klientlar. Olishga просто так. Klientlar va uchun Nech pul bu? $200,000 atrofida. Atigi. bo'ladi. Позвольтеся. Luxury mana limuzin. Bitta studiyani puli. Bo'lib to'lashmi? Beradi. Bu yerda haydab ham ko'rsangiz bo'ladi. Infotsiganskiy videolar Ha? o'tirib chiqib kelib Qarang, hozir aytib turdingiz, ha, gelik deb. 10 minut bo'ldi. Bekordan bekorga Gelik. oldindan chiqishi bilan sразу yopishmayapti. Qarang, joyida chiqib berishini. Qani bitta o'tiring. do not wind down your Chiqing. body. Nima? Короче, Vau. bu yerda zo'r idea qilish kerak, reelslarga mashmashdan ba'zi. Все, gelik olamiz lutcha. Bitta qochib turayman. Maybach emas, gelik. Qani? Cho'tki ekan, cho'tki. Olaman men mashinani bitta uy balandligini. Anaqa. Ha? Endi asosiy gelib berayotgan mashina. Bolalarni bitta joyga olib kelgan edim, o'tira olganim qarang. Men mamani tanladim. Oy. Ko'rishamiz. O'zingizdan ketmanglar. Vau. Gap yo. Chiroyli, ha? Bu dishi inshaalloh olamiz hammamiz. Umar. Jo'tam. Mana shu YouTube guvoh, mana shu sotayotgan shu kelib o'tiraman hali. Xudo xolisi. Это тут из истории, это тут. Da. Ovozini eshiting, ovozini. Mamma klassika. Gap yo. Qarang, mam, o'zi yop bola. Ha. Ha, qarang. Unaqa o'tirmaydi, Merski. Qanaqa o'tiradi? Birinchi o'ng oyoq qo'yilinadi, keyin Hozir men sotib oladigan odam qanaqa oyoq qo'yishni qarab o'tirmaydi, shunday, sразу. Mana bu bitta o'tiring, ko'rasiz. Bitta o'tiring. Klientlar qanaqa ketishini ko'rasiz. Anaqa ishini bo'lishadi. Yo'q, вообще yo'q, ketasiz, boru. Ben qarang, umuman ishlat bermayapti. Oyog'ingiz anaqasi, bak shu klient nima bunday ketadi, bo'ldi.
buni anaqa qilish ham shart emas. Просто yopasiz o'zi. Zust yopiladi. La. Mercedes-larni BMW'ni showroomini yonma-yon qo'ysangiz, bittalarni ko'rsangiz Mercedesga kelasiz, baribir. Ya, BMW ham boshqacha ashshayni. BMW ikki xil narsada. Bittasi lyuks, bittasi sport. No, bizning ishimizga lüks lyuks. Chamadondan birinchi olaylik, keyin mashina. Hozir ketaman. Men bu yerda o'tirib kontent olsanglar, orqasida Oldida turadigan narsa. Voy. 294 ming ayt. 294 ming dirham. Yo'q, qani? Mana bu. Arzon emasmi? iPad-u. Yo'q, qani? Mana 294 ming. S2 salon. Mana bu. Arzon, 294 ming. 60-70 mingmi? Yaxshi, sotasa bo'ladi. Nima deb ko'rdim. Yo'q, boshlang'ich to'lov emas. Mashinaga bog'liqda, o'shaning uchun ham mana narxiga qarang. 1.334 ming. Da one bedroommi puliga. Shundoq bank mortgage qo'yaman bu. Bank karvon qo'yaman bu. Anu knopkasini bosadi, voy. Yo'q, quploq ekan. Bakoydan bildim. Oldin narxlarga qaraganda milliardlik o'rnar. Hozir narxiga qarasa. Qancha ishlashingni ko'rasan. Mashina ishlasan. Student ekan. Uyi narxida o'lchaymizda. Bunimiz one bedroom, bunimiz studio. Kolyaska. Ikki kishilik emas, mana Maybachga qarang. Mana. Ko'nglim salon cho'tqizimga chiroyli ko'rinadi. Yelikdan keyin. Yelik narxi chiqmaganda. Monitor ko'rmaydi. 560 ming. Olsa bo'ladigan narx ekanda. 633 ming. Uni sotsam The house. Zo'q qo'yishdi-da, toshda. Bu yoqda ham mashinalar narxi tushadimi sirazi? Sirazi tushadimi? Sotib olganingizdan keyin? Salondan chiqdingizmi, уже всё. Mana Ikkinchi qo'lda. 150 ming dirhamga arzon ekan. 50 ming dirhamga arzon. 50 ming dirhamga arzon. Sarsama Amersga alishmasdi. Bu salondan chiqishi bilan narx tashiydi. Asas bo'lsa, bitishi bilan narxi 2 barobarga oshadi. Like the same as the market, right? Yeah, price range, yes, correct. See, my 2025, we right? have the range 1.2 to 1.5, yes. All 25 models, yes. 25 new. Brand new, yes. And this color, if I want blue color. See, color, obviously you can do customize it. You do customization, the waiting time is like 6 months to 8 months. Yes, from the official website. Yes, yes. So we place an order for you. We do a deposit of 200,000 as part of the Savol etgan blogerlarimiz man virus klubi uchun ajratgan byudjetim
aprelda xudo xohlasa har Sizlarga bitta kontentlar har doim shunaqa olinadi. kim просмотрni Har doim Umar anaqani orqasida turadi kamerani. pulidan уже berishni boshlaymiz. Biza bu klubda реально sizlar uchun, не только sizlar uchun, man targetированная reklamaga, допустим, blogerlarni reklamasiga har doim katta byudjet ajratamiz. Hozir u pullarni o'sha blogerlarga yoki Instagramda targetированная reklamasiga emas, o'zimni oddiy xalqimga bermoqchiman. Qaranglar, Maryam opa qanaqa o'ylaylar xalqlarini. Sizlarga ketgani menga unumliroq Obunachilarni bo'ladi. qanaqa o'ylaylar? Sizlarga yaxshiroq bo'ladi. Так что ko'proq kontent chiqaringlar. Misol uchun videolarimizni tashlab berdik, boshidan boshlab hamma azini to'shi chiqarmanglar. Kimdir pastdan boshlab chiqarsin, kimdir o'rtasidan boshlab chiqaringlar. Kuniga 3-4 ta kontent chiqarsanglar, 3-4 ta videomizni har xil montajlar bilan ketasizlar rekomendatsiyaga. Birinchi hafta bo'lmasa ikkinchi hafta, birinchi oy bo'lmasa ikkinchi oy, uchinchi oy bo'lmasa to'rtinchi oy bitta videoylar rekomendatsiyaga chiqib million yig'sa, xudo xolasa уже $1000 bitta videoylar millionga chiqsa, bittasi 10 mingtaga chiqsa, bittasi 100 taga chiqsa, bittasi допустим 20 mingtaga chiqsa, har bittasini, har bitta videoylarni расчет qilamiz. Har bitta videoylarga olasizlar, bitta dona videoylar, har bitta videoylarni просмотриga Shunaqa gap. olasizlar. Так что Virus klubimizga video otdilar. Так что sizlar ham qatnashinglar. Quruq qolib ketmanglar. Tasavvur qilinglar, yo'q joydan pul kelyapti. Foydalansanglar-chi. Mazza qilib. O'tiribsizlar, ko'chaga chiqishinglar shart emas. Bolaliklar bo'lsa, bolasini uxlatib kerak, pul topish kerak, harakat qilish kerak. O'tirmaydi. Ko'chaga chiqib yer chop deyilmayapti. Yoki u joyga borib uborsalik qil deyilmayapti. Sizlarga og'ir mehnat etilmayapti. Ketsa bir soat vaqtinglar ketsin. Bir soat ham ketmaydi. Ketsa 5 minut, 10 minut vaqtinglar ketadi. Xullas, foydalaninglar. Harakat qilinglar. Bu yoqda kontent olinyapti. hozir senga anaqa qilasan. Yana to'kdingizmi ustingizga? Mana yerda test drive. Qaranglar, gelikka turgan joyida aylantirib bir nimalar qilib yotdi. Shu chuqur joylardan olib o'tib. Shetda ham danu. Mana застройщик. Aylan endi. Kontent olish jarayoni. Konsepsiya. Biz kontentlarni shunaqa olamiz. Hamma narsani oldindan o'ylab, Da. planirovka qilib. Типа упор. Ko'rsatib kamerani. Kontent. Odamlarni kursga yozib shart yozdi, uni ko'rib o'tirsa. Unaqasi ketmaydi. O'chiringlarmi? Ha? Kameraga qo'lingizni bundan anaqa qiling, Ha, yoping. переход qilamiz, Ha. hozir. Do'stlar, sizlar bilan birga oddiy ro'shayda ko'rishamiz. Maryam opa kontentlar uchun даже suvga ham tushib olganlar. Ketdim. Aytdim. Ketdim. Mana kontentlar shunaqa olinadi. Online'dan chiqib qoldi boshla. Qarab qilib bir oyda onlayn, yo'q. Qarab qilib onlayn bir oy ichida 100 dollardan topshirib qo'ydi. Va ketdim.
kamera orti jarayoni shunaqa bo'ladi. Har bitta kontentlar shunaqa chiqadi, sizlar ko'rayotganingizdek. Ko'rasizlar. Qanaqa mehnat yotibdi buni ketida. Sizlar o'ylaysizlar oddiy kameraga gapirish oson deysizlar. Yo'q, qiyin emas. Nechta kadr bo'ladi? Ko'rasizlarmi? Qancha buni orqasida mehnat yotadi. Umar shunaqa opto'lida turib, suvlarga tushib, Maryampa. Hammasi sizlar uchun. Obunachilar uchun. Chiroyli turing, chiroyli. Hozir biz bitta kontent uchun butun mana shu servisni svetlarini yoqtiramiz. Bitta tup ochiladi, yoqiladi. Mercedes-Benz главный ofisi saloni. Hi bro. Yeah. Давай. Bittada yonar ekan-da. Mana biz salonni svetlarini yoqtirdik. Bu yerda bitta kontent olish uchun qancha odamlar edi bizaga qilishdi. Boshqatda. Qarg'a bo'lma, bir kun bor. Qani qarg'a? Marsdan mashina bor. Bizlardan qo'rqadi qarg'alar. Nariyoqqa turib qaraqa qiladi lekin. Qarillaydi shaqqa turib olib. Voy, men bu zo'r kompozisiya bor. To'g'rimi? Bizga yoqqan. Anaqa. Cho'mchayimni ochkiyimmi ovoring? To'xtatib Ovoring. Men ko'zim anaqada. Taq qo'ying shunda. Ya, videoni o'chirib taqdi. Voy. Sochlaringiz qalin ekan-ku, aka. Mana Ketdi. men olamiz birinchi telefondan. Zaratni zamkani kelar-ku. Buni qo'ying. Voy, keling, hozir chiqib kerak ekan bo'lsa. Mana shu test drive qilib ko'radi. Ana nariyoqqa taqlab qo'yib qolib kerak. Bu ham borib ko'rsa bo'lardi lekin. Vakantsiyasi saqlayib qo'ying, o'sha uzun tushunamiz hamda. Tamarim benzin to'ldi.
voy qushlarni sayrashini. Uyg'onni qiydirib gapirishim kerak. Kattaga chiqib. Bo'ling, men mamdo aylanaman bunda. Ha? Mamdo yuraman. Tepaga yuraman. Eksklyuzivniy. Hammasi sizlar uchun. Obunachilar uchun. Vau, mana bitta. Qaranglar. YouTuberimiz deymiz. Aha. Siz kuchini ko'rsating. Mana bitta tepaga chiqib ketasiz, nima qilarasiz? Da. Vay. Zo'r, ha? Test drive. Hello. Ha, no video. Yoqdim. Ya hozir bu ichini ko'rsatganimiz yaxshi menejeri bor-ku. Ya kamera bilan kirsa, hop deydi. Wow. Assalomu alaykum. YouTube'ga o'tgan kuni kecha bugungini bitta qilib qo'yganmiz, sababi uspet qilolmadim. Montajlariga, hamnaqalariga uncha vaqt bo'lmadi. Hozir Umar yo'qoringlar endi 3 kunlikni bitta qilib. Qanaqa yopamiz? Nimani yopish kerak deyman. Mana shu xayrlashib yuboring. Hop. Soat necha bo'ldi? Hammaga rahmat. Soat endi 10 bo'ldi. Charchadik ko'ramiz, mayli. Hammaga rahmat. Like bosmaganinglar uchun, podpiska tashlamaganinglar uchun mana 3 kunga yo'q bo'lib ketdi. Hazillashdim, ammo maksimum поддержка qo'ysa, bizda Osonmas ekan, lekin har kuni YouTube'dan chiqarish. Uxlashdan oldin ishoninglar, qarda baro. Ertalab kechqurun qo'yiladi zagruska, ertalab zagruska bo'ladi. Shunaqa gaplar, mayli, omad hammaga. Ertangi kunim, ertaga video olishimiz kerak. Ertangi kunimizda ko'rishamiz sizlar bilan birga. Sog' bo'linglar, charchamanglar.